ھەقىقىي ئۆلىمالىق جۈرئەت تەلەپ قىلىدۇ. Aptori مۇھەممەد يۈسۈپ. ھەقىقىي مەنىدىكى ئۆلىمالار پەيغەمبەرلەرنىڭ varislarıdır. Ular japadan, tapı-tənidən, orunsiz ayıpləşlərdən qorxmaydı. Şoňa ular haqiqatni dadil o'ttirg'a qo'ydu. Jür'etlik, shijoatlik bo'ladi. İmam Azam Abu Hanifa, İmam Ahmad ibn Hanbal, İzzidun ibn Abdusalam qatarlıq ulamalar avamның ayıplishidan, tantaklarning tanqidlishidan va badal to'lashdan qo'rqmay, shariatning amr farmonlarini ochiq bayon qilish, hukmdorlar oldida haqiqatni dadil so'zlash orqali musulmonlarning qalbidan o'rin olgan azimatlar edi. Şoňa ular musulmonlarning qalbida qiyomatgacha yodlanib turadi. Bundaq o'lgilik ulamalarning tarjim holini o'rganishga bo'lgan ehtiyojimizning zo'r bo'lishidagi sabab shuki, tarix takrorlanadi. O'tmishlardagi voqealarning mohiyati zamonimizdagi voqealarning ba'aynisidir. O'tmishlardagi ulamalarning beshiga kelgan sinoqlar zamonimizdagi ulamalarning beshiga kelmoqda. O'tmishlardagi ulamalardan kutilgan haqqoniyat, jasorat, shijoat va mardonalik zamonimizdagi ulamalardanmi kutilmoqda. Şoňa zamonimizdagi kishilar o'tmishlardagi ulgulik zotlarning kechirmishlarini o'rganishga muhtoj. Xalq ulamalarning og'ziga qaraydi. Jamiyatda baş ko'targan nomuvofiq ishlarga, ozg'un firqalarga bir narsa deyishni kutadi. Hozirgi ulamalarning ko'p sonliqi avam odatlanib kelgan biror bid'atning xato ekanligini, islom nomidan buzg'unchilik rolini o'ynayotgan biror firqaning ozg'unligini so'zlashdan qo'rqadi. Chunki ular g'alati odam bo'lib ko'rinishdan qo'rqadi. Şoňa ular suning eqishiga qarab, kavobmi ko'ymisin, zixmi ko'ymisin degan asosda ish elib beryotdi. Bizning avlodlarimiz Izzidun ibn Abdusalamdak haqni so'zlashdan qo'rqmagan. Ömer Muxtardak haqqoniylik badaliga jinini taqdim qilgan kishilarni aslaydi va shularni chin dilidan hurmatlaydi. Ammo jur'atsiz, qo'rqinchoq ulamalarni hech kim aslamaydi. Ularning barligi bilan yo'qligining hech qanday farqi bo'lmaydi. Mana bu reallik. Izzidun ibn Abdusalamning kaskinligidan ba'zi o'rnaklar. Birinchi, Salayidin Ayyubi vafot bo'lgandan keyin uzoqqa qolmay uning taxtiga varislik qilguvchilar o'ttirsida to'qinish yuz bergan bo'lib, Damashq hokimi Salih Ismoil Komil Misrda hokimlik qilayotgan inisi Najmiddin Ayyub degan kishiga qarshi salb armiyasi bilan birlashdi. İnisi Ayyubni yo'qitib berish badaliga Sham rayonining Baytul Muqaddas, Tabariya, Asqalan qatorliq joylarni va Misrning ba'zi shaharlarini salib armiyasiga o'tinib berishga kelishdi. Bu ahvol musulmonlarning qattiq noroziligini qo'zg'aydi. Shu chaqda Allama Iz ibn Abdusalam juma xutbasida nutq so'zlab, Sham hokimi Salih Ismoil Komilning qilmishlarini qattiq ayiblaydi va musulmonlarni bu zulmga qarab turmaslikka undaydi. Buning bilan Sham hokimi uni mansibidan elib tashlab, zindonga tashlaydi va uni o'zining siyosatiga xizmat qildirish uchun qattiq urinadi.
Bu arada hakim zindonga elchi avatib, Allama iz ibn Abdusalamga sizning burunqi mansibingizga qaytishingiz va texmi cho'ng mansablarga yukselishingiz uchun bir yo'l bor. U bo'lsimi hokimga bo'ysunish va uning qo'lini so'yishdir, deydi. Allama iz ibn Abdusalam bu gapga qattiq g'azablanadi va keskin javob berib, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men hech kimni qo'limni so'ygil qo'ymayman. Endi qandoq bo'lib boshqalarning qo'lini so'ygidakman? Ey qavm, sizlar boshqa yo'lda, men boshqa yo'lda turyapman. Allohga shukrki, meni sizlar mubtalo bo'lgan sinoqqa uchratmabdi. Ikkinchi, Heyt kunlarning birida Misr hokimi Najmiddin Ayyub Qohiradagi cho'ng qal'aga chiqib, askarlarning maneverini tomosha qilib o'ltiradi. Allama iz ibn Abdusalam hokimning yeniga kelib, uningga xitob qilib, "Ey Ayyub, qiyomat kuni Alloh sendan men sana Misrning hokimiyatini ato qilsam, sen o joyda haroq setishga ruxsat qildingmi?" deb so'rasa, sen nima deb javob bersan, deydi. Hakim bu ish marhum dadamning zamonasidan beri davomlashib kelyapti emasmi, deydi. Shuning bilan Allama iz ibn Abdusalam hokimga dadillik bilan radiya berib, sizlarmi xuddi mushriklarga o'xshash, ota-bobolarimiz shundoq qiladi, bizmi ularga ergashimiz da'vatsizlar, deydi. Shuning bilan hokim Misrdagi haroq do'konlarining hammasini taqash to'g'riliq farmon tushirdi. Shu chaqda Allama iz ibn Abdusalamning taliblaridan biri uningga, hokimning hayvatidan qo'rqmay uning qarshi chiqdilg'u deganda u, men Allohning hayvatini ko'z oldimga keltirgan vaqtimda yer yuzining hayvatlik podsholari manga hech narsachilik ko'rinmaydi, deydi. 3. 1249-yili Fransiya podshohi 9-Louis G'arb Salib armiyasiga qo'mondon bo'lib, sharqqa yurish qilgan bo'lib, ular Misrning Domyat rayonini besib olgandan keyin Qohiraga qarab yo'lga chiqqanda, Mansura degan joyda islom askarlari bilan Louis boshchiligidagi Salib armiyasi o'rtasida qattiq urush bo'ladi. Urushda Salib armiyasi tal-to'kis mag'lub qilinadi va Louis qatorliq qo'mondonlar asirga tushib, Misrdagi Luqman turmasiga tashlanadi. Shu chaqda musulmonlarni Salib armiyasiga qarshi jihad qilishga undigan va o'zimi oldingi safda bo'lganlarning biri Allama iz ibn Abdusalam edi. 4. Hijriyaning 656-yili o'z vaqtidagi islom poytaxti Bag'dod Chingizxonning askarlari tarafidan ishg'ol qilingandan keyin Misrdan boshqa islom diyorining hammasi Chingizxonning qo'liga o'tib bo'lgan bo'ladi. Misrda Najmiddin Ayyub vafot bo'lgandan keyin uning taxtiga o'g'li Turan shoh varislik qiladi. Ammo u uzun o'tmay suiqasd bilan o'ldirilgandan keyin Sayfiddin Quttuz taxtga chiqadi. U barliq o'limalarni, amirlarni to'plab yig'in ochadi. Yig'inda Chingizxonning Mo'ng'ul askarlariga qanday taqobil turish to'g'risida maslahat elib berib, islom askarlarini qurollantirish va ularning ta'minoti uchun xalqdan yordam to'plash qaror qilinadi. Ammo amirlarning xazinasidagi pul, mol to'g'riliq gap so'z bo'lmaydi.
Shu chaqda Allama ibn Abdusalam xutba so'zlab, hokimning va amirlarning xaznasidagi pul mollarnimi islom askarlarini jabtish uchun sarf qilish lozimligini ta'kidlaydi va kishilarning ma'naviyatini ko'taradigan, imonini kuchaytiradigan ta'sirli so'zlarni qiladi. Shuning bilan hokim va amirlarmi odatdagi xalqqa o'xshashla qo'l ilkida bor bo'lgan mol dunyoni Alloh yo'lida jihad qilishga sarf qiladi. Natijada Qutuz askarlari Ayni Jalut degan joyda Chingizxonning Mo'ng'ul qo'shinlarini mag'lub qiladi. Shuning bilan Misr Chingizxonning ishg'olidan omon qoladi. Tugidi. 2019 yil 20 sentabr